Qopirtov. Ko'ringlarda mana shu uyda bir tog'amiz yashaydilar. Yordam qiladigan joyimiz xullas. Hozir qishda ham, yozda ham chetda yashaydimi? Qishda ham, yozda ham. Chetda. Yashash joyi. Xullas yordam qiladigan joy. Hatto bir xona bo'lsa, ikki xona bo'lsa ham uy solib yashashimiz kerak. Mana yerda oldin uy Xudo bo'lgan. xolasa. Xo'jaga qilgan ehsonimiz xudo xolasa joyini topib keldi. O'z egasiga o'z pravtalarni qilib olib kelib beramiz xudo xolasa. Oziq-ovqatlarni qilib. Agar uyni yangilab beramiz, Abdulloh, davay pandishya qilamiz desanglar, xudo xolasa, haliroq o'zlari yo'q ekanlar, hozir kelsalar, uylarini, bitta xonalarini olib kirib ko'ramiz. Yoshlari katta, 80 atrofida manimcha yoshlari. Bitta o'zlari yashaydilar, o'g'il farzandlar umuman yo'q, qarindosh o'g'illari ham yo'q. Hech kim yo'q otaxonda. Hozir oziq-ovqatlarni qilib olib kelamiz, ungacha kelib qolsalarim kerak, xudo xolasa. Qo'llab duo qilib turinglar, bu sizlarni joyi. Agar qo'linglarni ehson qilish kelmasa, boshqa kelmasa, bitta like bosib, boshqalarga jo'natib qo'yish ham xudo xolasa savob.